qachondan beri umuman yaxshi turmay qoldi? 3 oy oldu. Hech bir zarari bo'lmaydi. Hamma narsa o'zingnikidek. Hech qisquyi, hamma narsa bo'lsa, hamma narsa zo'r bo'lib turibdi. Er xotinning o'rtasidagi muammoni yaxshilash uchun jinsiy aloqa qanchalik muhim? 100% muhim narsa shu. Shuni qilsa, ayol erkakka bo'ysunadi. O'zingiz his qilyapsiz, o'zingiz bundan rohatlanyapsiz. Zo'r bo'lyapti. Hamma narsasi joyida. Oldingidan ham zo'r bo'lyapti. Effekt. Lekin afsuslanmaydi. Afsuslanmaydi. Rasxotiga ham afsuslanmaydi, vaqtiga ham afsuslanmaydi. 2 oy kutish kerak, 2 oydan keyin zo'r bo'ladi ekan. Faqat bizda shu hali bemorlar sarafanning radiosi yo'qdi. Bitta oshnasiga borib turib, protez qo'ydirdim, sen ham borganda zo'r qiladi deydigan odamlar kam, ochiq odamlar. Aytolmaydi eng yaqin do'stiga ham. Agar oilada jinsiy aloqa zo'r bo'lsa, erkak kishining pul topishi ko'payib ketadi desam, hamma har xil gap gapiradi. Rost narsami shu? Aka, birinchi savol. Yoshingiz nechida? 49 yoshdamiz. Meni oldimga nima uchun keldingiz? Shu jins holatni ishlamagani uchun sahr bo'lgani uchun ana nima lecheniya qildik ham foydasi bo'lmadi. Necha yil bo'ldi sahr bo'lganingizga? 4-5 yil bo'ldi. 4-5 yil bo'ldi. 4-5 yildan beri bo'lsa, qachondan beri umuman yaxshi turmay qoldi? 3 oy bo'ldi. Aha. Lecheniya qildingizmi? Lecheniya qildik, bo'lmadi foydasi. Foydasi bo'lmadi. Sizga protez qo'yamiz dedik. Protez qo'yamiz dedingiz. Protez qo'ydik. Qo'yganimizga 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. 1 oydan beri jinsiy aloqani boshladingiz. Qanaqa, hali o'zingizda ощущение, qanaqa his-tuyg'ular, siz xohlagan, siz kutgan narsa bo'ldimi, bo'lmadimi? Bundan oliy bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Endi shu yerda savol, hozir sizga vaqt orqaga qaytarib turib, yana oldimga keldingiz. Kelganingizda shu protezni men 50 ming dollar dedim. Lekin siz endi bilasiz, aniq foyda beradigan narsa. Shunda ham qo'ydiramidingiz yoki yo'q, qimmatli qiladi dermidingiz? Imkoniyat bo'lsa qo'ydirish kerak. Hech bir zarari bo'lmaydi. Hamma narsa o'zingnikidek. Hech qisquyi, hamma narsa bo'lsa, hamma narsa zo'r bo'lib turibdi. Endi shu yerda yana bitta narsa, ko'pchilik bizga negativ yozyapti. Yoshi katta odam nima qiladi endi qo'ydirib boshqa qiladi deyapti. Shunga o'zingiz fikringiz? Yoshga qaramaydi u. Odam o'ziga bog'liq. 90 yosh bo'lsang ham baribir o'zingda tuyg'u bo'lsa qilish kerak. Allohning bergan narsasi buni ham berib turibdi, qilish kerak. Harakat qilish kerak. Yashash kerak. Yashash uchun shu narsani to'g'rilanmasa foydasi yo'q. Er xotinning o'rtasidagi muammoni yaxshilash uchun jinsiy aloqa qanchalik muhim? 100% muhim narsa shu. Shuni qilsa, ayol erkakka bo'ysunadi. Bo'lmasa, ayol erkakka bo'ysunmaydi. Endi shunaqa narsa bor. Er xotinni o'zini o'zaro yaqin qiladigan narsa passiv deydi, jinsiy aloqa deydi. Jinsiy aloqa bo'lmasa uzoqlashib ketishni boshlaydi yoki bo'lmasa, hali siz o'zingiz aytgandek, ayol aytganini qilmay qo'yadi deysiz. Bu qanchalik to'g'ri? Siz ham hayotingizda shunaqa narsa bo'ldimi, bo'lmadimi? Endi bizda unaqa narsa bo'lish ehtimoli bo'ldi-da, lekin bo'lmadi. Lekin sababi vaqtida qildik hamma ishni. Bu oradan uncha vaqt o'tmadi, hammasi to'g'rilanib ham joyiga tushib ketdi. Ya'ni agar 1-2 yil xuddi shunaqa jinsiy aloqa bo'lmay yashaganingizda aniq unda problema bo'ladi. Haqiqiy problema shunda bo'ladi. Ayollar baribir erkaklarning ustunligini bilib yurishi kerak. Ayol kishi ham baribir o'zi xohlagan narsani olishi kerak. Kerak narsa ayol kishiga. Ayolning hayoti shu bilan iborat. Endi erkak kishi agar ayol kishini oldida imенно jinsiy aloqaga yaramay qoladigan bo'lsa deylik, yaramay qoladigan bo'lsa, qanchalik o'zini ojiz his qiladi? Vobshe ojiz bo'ladi ayolning yonida. Ayol baribir ustunligini bildiradi. Xo'p, endi hozir aytganimdek, sizga mana protez qo'ydik. 2 oy bo'ldi. Sizga hozir bularga bir komponentli qo'yganmiz. Bir komponentli protezni ko'pchilik o'ylaydigan narsasi yurganda bilinib qoladi, boshqa bo'ladi degan narsalar bo'ladi. Sizda bilinib qolmayaptimi? Bir. Yo'q, nimasini qilyapmiz? Ikkinchisi, jinsiy aloqa o'zingiz xohlagandaqa bo'lyaptimi? Ya'ni robotga o'xshab qoldingizmi yoki bo'lmasa o'zingiz his qilib, ichingizdan maza qilib jinsiy aloqa qilyapsizmi? His qilib o'zing ozgina g'arsa tashlamasdan, sraz qilmasdan
ozgina dam olib qilish kerak-ku, уже zo'r bo'lyapti. Baribir yoshlik paytini eslab baribir qo'shilsa zo'r bo'ladi. Demoqchiligim robotga o'xshagan, Yo'q, yo'q. prosta robot bitta narsani kirib chiqargandaqa emas. Yo'q, unaqa emas. O'ziga qaraydi baribir. O'zi boshqaradi-ku miya bilan. Miya bilan boshqarishni bilish kerak. Miyada his-tuyg'u qilib keyin qilish kerak. O'zingiz his qilyapsiz, o'zingiz bundan rohatlanyapsiz. Zo'r bo'lyapti. Hamma narsasi joyida. Oldingidan ham zo'r bo'lyapti. Effekt. Xo'p, endi bu narsa protez qo'ydirdik, jinsiy aloqani boshladingiz. Jinsiy aloqani biz hammaga beradigan va'damiz shunaqa, xohlaganingizcha xohlasangiz 1 soat, xohlasangiz 2 soat. Haqiqatda va'damiz to'g'rimi ekan? 1 soat, 2 soat aloqa qilsa bo'ladimi? 3 soatlab ham qilib ko'rdim. Zo'r effektli. 3 soat. Chidab bersa 3 soat ham qilsa bo'ladi. Lekin his-tuyg'u qilib chiqarib bo'ladi. Hamma narsa chiqadi. Sperma nima ham chiqadi, suyuqlik ham chiqadi. Mazza qilib odam ham rohatlanadi. Ya'ni, masalan, jinsiy aloqa qilganingizda o'zingizda rohatlanish bo'ladi, suyuqlik, sperma chiqadi, hammasi har doimgidek bo'laveradi. O'zingiz maza qilasiz, hali robotga o'xshab qolgan narsa yo'q. Yo'q, robotga o'xshab qolgan narsa yo'q. Hamma narsa zo'r bo'lyapti. Aha. Endi aka qarang. Biz sizga bergan va'damizni hammasi bor narsami ekan yoki bo'lmasa yo'q o'xshamay qolgan narsalar bormi? Aytgan narsangiz birin-keti aytgan narsalar bo'ldi. 2 oy bo'ldi, mana 2 oydan keyin og'riqlarim bartaraf bo'ldi. Jarohat joyi ham bitib ketdi. Hech kim bilmaydi. O'zi hali ko'pchilik aytadi, sahr bo'lsa bitmay qoladi-yu, nima qilasizlar? Sizda sahringiz bor edi. Sahrim bor edi. Bitib ketdi, xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Zo'r. Xo'p, hali ham davolanib yurgan odamlar bor. Qaysidir ukol olib ko'radi, tabletka ichib ko'radi, boshqa qilib ko'radi-da, foyda bermaydi. Shularga nima deysiz? Umrini oxirigacha mana shunday davolanib yurgan yaxshimi yoki kelib bitta operatsiya qildirgan yaxshi? Imkoniyat bo'lsa kelib qildirgan yaxshi. Doktorning o'ziga uchrab, masalan, kelib doktordan o'tib, kamchiligi bo'lsa bartaraf qilgan yaxshi. Imkoniyati bo'lsa, lekin afsuslanmaydi. Afsuslanmaydi. Rasxotiga ham afsuslanmaydi, vaqtiga ham afsuslanmaydi. 2 oy kutish kerak, 2 oydan keyin zo'r bo'ladi ekan. Haqiqiy sizni 18 yoshga qaytarib qo'ydingmi? Zo'r bo'ldi. Yo, xuddi aytganday bo'ldi. 2 oy davomida hamma narsa bartaraf bo'lib, zo'r bo'ldi. Hozir hech qanaqa og'riq yo'q, bezovtalik yo'q. Hech qanaqa og'riq, bezovtalik, hech qo'rqish holati ham yo'q. Yana bitta narsa, hali shimning ichida bilinib qoladi, boshqa bo'ladi deyapsiz-da, bilinib qolmayaptimi? Bemalol yashab yuribsizmi yo qanaqadir bilinib qolyaptimi? Boshqa bo'lyapti. U haligi bu yoqqa ketadi-ku o'zi. Ha. Shunday tepaga tortib qo'yib, pullabcha kiyib qo'ysa zo'r turadi. Bilinmaydi. Borligi ham. Borligi ham bilinmaydi. Erkaklarda urologik muammolar ko'p uchraydi. Bular xoh farzandsizlik bo'lsin, xoh bu narsa o'sha jinsiy zaiflik va boshqa sabablar bo'lsin. Ko'pchilik erkaklar ba'zi holatlarda bu narsani hattoki yechimi borligini ham bilishmaydi. Lekin bizni jamoamiz sizga har qanday urologik muammo bilan eko bo'ladimi bu yoki jinsiy zaiflikning eng og'ir turi, jinsiy aloqadagi eng katta muammolar bo'ladimi? Jinsiy olatni razmerida yoki bo'lmasa jinsiy olatni qalinligida yoki jinsiy olatda o'tkazilgan turli operatsiyadan keyingi travmalarda va jinsiy olatni qiyshayshi va boshqa holatlar bo'lgan taqdirda ham, hatto zamonaviy protez qo'yish kerak bo'lsa ham, sizlarga albatta yordam bera olamiz. Bu muolajalar barchasi biz o'zimiz ishlaydigan klinikada amalga oshiriladi va bu muammolarga biz sizga albatta yechim bera olamiz. Aytgancha, yoshlar faqat o'zini o'ylamasdan, ota-onalar haqida ham biroz o'ylashimiz kerak. Otalarda, yoshi katta odamlarda tunda hojatga o'tish bo'lyapti yoki bo'lmasa siyishda muammolar bo'lyapti, tez-tez hojatga o'tish bo'lyapti. Bunday muammolarda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi kasalligi kuzatiladi. Bunday holatda ham sizga hech qayeringizni kesmasdan, teshmasdan, tikmasdan tabiiy siydik yo'li orqali rostakasim lazer bilan kirib dardingizni xalos qilamiz. Bizga murojaat qiling va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Aka, hali ham o'ylanib yurgan odamlar bor. Bizni mana videolarimizga ishonmasdan
yoki bo'lmasa qanaqa ichida shubha bo'lib yurgan odamlar, shularga nima fikr bildirasiz aka? Ishonish kerak. Bu hayot ishonish nimasi bilan iborat. Bir narsaga ishonmay qolmash kerak. Ishonib kelib, ko'rib, gaplashib, imkoniyat topib qildirish kerak. Siz o'zingiz bizni qancha kuzatdingiz, nimada ko'rdingiz? Ben to'g'risini aytsam 3 oy kuzatdim. Birinchi ko'rgandan keyin. Mana shu birinchi ko'rgandan keyin 3 oy kuzatib, hamma nimalarni ko'rib turib, oxiri keldim. Nimaga iminni bizga? Endi boshqalarga nisbatan sizlarning nimaningiz, gaplaringiz samimiy, masalan, kasallarni ko'rdik. Shu nimani reklamalarda. Umuman olganda bizdan xursandsiz. Xursandmiz. Yo'q. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Bundan ziyoda bo'laversin. Qiladigan ishlaringiz. Bundan ham ko'proq qilib kelaversin. Sizlar ishlaringiz kengayversin. Har doim bitta narsani aytaman aka, bugun erta mana shu narsani aytgandim o'zim onamga. Bizning sohamiz zo'r soha deb. Nimaga desa, bizning sohada bemorlar ham pul beradi, ham duo qiladi aka. Siz ham biz duo qildingizmi? Duo qilib o'tiribmiz. Qo'ldan kelgancha. Bu tez gaplashib turamiz. Inshaalloh aka. Xudo xolasa aka, Xudo shifo bergani rost bo'lsin. Bu videoni olish sababini aytdim. Har xil negativlar bo'lgani uchun ham iminda keling aka, iltimosda videoga oldim. Siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Mana nechta bemorga qo'yyapmiz protezni, nechtasi chiqib ketyapti. Biz hammasidan ham video olmaymiz, chunki bemorlarning xohishini biz inobatga olib turib, hammasidan video ola olmaymiz. Lekin ba'zi holatlar bo'ladi, biz majburmiz, haqiqatda biz to'g'ri ish qilyapmiz deb turib ko'rsatgani. Faqat bizda shu hali bemorlar sarafanning radiosi yo'qdi. Bitta oshnasiga borib turib, protez qo'ydirdim, sen ham borginda zo'r qiladi deydigan odamlar kam, ochiq odamlar. Ayta olmaydi eng yaqin do'stiga ham. To'g'ri, u gap tabiiy. Aytma. Ishonmaydilar. Ko'p Ha. ko'zi bilan ko'rib ishonib turibdi. Hozir ikkitasiga ko'rsatdim. Bittasiga to'g'ridan to'g'ri mana deb taklif qildim. Yoshi kattaroq. O'rtog'imiz endi mahalladoshimiz. Xudo xolasa tez orada u ham kelib qolsa kerak. Xullas bizdan xursandsiz va boshqalarga taklif Zo'r. Sog' Xudo bo'ling. xolasa kamchilik yo'q. Oldingiga nisbatan kayfiyati oliy, ishlarimiz ham zo'r. Shu hamma ishimiz yuryapti ish qilib. aytgancha yana bitta narsa, bitta video qo'ygandim. Agar oilada jinsiy aloqa zo'r bo'lsa, erkak kishining pul topish ko'payib ketadi desam, hamma har xil gap gapirir. Rost narsami shu? Endi hamma gap kayfiyatga bog'liq. Kayfiyat ko'tariladi u jinsiy nimadan keyin. Jinsiy aloqadan keyin kayfiyat ko'tariladi. Odam pul topishni harakatini qiladi, pul ham topadi. Toza nimalar chiqadi. Ishlar yaxshilab. Ishlar o'zi Demak bor narsa. bor narsa bu. Sizni hayotingizda ham shunaqa o'zgarish bo'ldimi? Endi masalan, oxirgi 1 oyda ichida yangilik bo'lib, o'ziga bo'lgan ishonch oshib, Hayot shu narsa bilan iborat bo'lgani uchun pul topish ham shu narsa bilan. Kayfiyat ko'tarilgandan keyin pulni yaxshi topadi odam. To'g'ri. Kayfiyat bo'lmasa pul topishga bormaydi. Hech kim. Kerakmidi menga deydi. To'g'ri. Nima uchun kerak bo'ladi pul? Masalan, u bir narsa olib kelasiz, sovg'a qilasiz, ayolingizga sovg'a qilasiz, uyga bir narsa ko'tarib kelasiz. O'shaning uchun hamma narsasi kayfiyatga qaraydi. bo'ldi aka. Xudo shifo bergani rost bo'lsin aka. Rahmat katta videoga rozi bo'lib tushganingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling aka, gaplashamiz.